Anatomiya nimani o'rganadi? Anatomiya odamlarning ichki organlari. Tuzilishini o'rganadi. Organizm va organlarning tuzilishini. Organizm va organlar hayotiy funksiyasini nima o'rganadi? Fiziologiya hisoblanadi. To'g'ri. Demak, tibbiyot, biologiya faniga hissa qo'shgan olimlar. Hippokrat. Endi qarang, bular Yunon, Rim olimlariga bo'linadi. Qaysi olim insonni 4 xil mizojga bo'lgan? Hippokrat hisoblanadi, to'g'ri. Qaysi olim aorta tushunchasini fanga olib kirdi? Aristotel. Qaysi olimning asarlari klinik tibbiyotga asos soldi? Hippokrat, to'g'ri. Qaysi olimning asari odam tanasi qismlari? Aristotel. Ketadi, Galen hisoblanadi, to'g'ri. Leonardo da Vinci bilan Andreas Vesali ikkalasi ham odam tanasi qismlarini rasmini chizgan. Farqi nimada ikkalasini qilgan ishida? Leonardo da Vinci odamni rasmini birinchi bo'lib chizgan. Vesali bo'lsa o'sha odam tanasini birinchi bo'lib yorib ko'rib, o'sha organlarni boshqalar yo'l qo'ygan xatolarni to'g'rilab ketgan. To'ppa-to'g'ri. Andreas Vesalining asari odam tanasining tuzilishi to'g'risidagi asar muallifi bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, yaxshi. Qaysi olim Sechenevni rus fiziologiyasining otasi degan Pavlov bo'ladi. Sechenevning asarlari bosh miyalari va nerv sistemasi fiziologiyasi bo'ladi. To'g'ri. Qaysi olim gerontologiya sohasida ish olib borgan? Mechnikov, to'g'ri. Gerontologiya nima edi? Odamning umrini uzaytirish hisoblanadi. Fagotsitlar nazariya muallifi? Fagotsitlar nazariya muallifi Mechnikov. Mechnikov bo'ladi. Immunitetni o'rgangan olim. To'g'ri. Qaysi olim shartli reflekslarning tormozlanishi to'g'risidagi? Pavlov hisoblanadi. Kitob shifo asarida qanchaga yaqin o'simlik keltirilgan? 8000 ga yaqin. 8000? 880 ming emas, 880. Shunga yaqin o'simlik turi Kitob shifoda emas, balki Saydanada berilgan. Kitob shifo kimning asari? Abu Ali ibn Sinoni asari hisoblanadi. Tib qonunlarini Kitob shifoni yozgan Abu. Tib qonunlari nechta jilddan iborat? 5 jildli bo'ladi. Abu Rayhon Beruniyning Saydana asarida qanchaga yaqin dori-darmonlar haqida? 1000. To'ppa-to'g'ri. Surunkali buyrak xastaliklarini bemorga ko'chirib o'tkazish. Aripov birinchi bo'lib o'tkazgan. Yana qaysi a'zo yoki qaysi organni ko'chirib o'tkazish usulini ishlab chiqqan? Buyrak usti bezi bilan oshqozon osti bezini ham bo'ladi. To'g'ri. O'zbekistonda birinchi bo'lib elektron mikroskopiya laboratoriyasini tashkil etgan elektron mikroskop Zufarov bo'ladi. To'g'ri. Qaysi olim qalqonsimon bez gormonlarini o'rgandi? To'raqulov Yolqin Xolmatovich. Yaxshi. Qaysi olim O'zbekistonda ixtisoslashgan jarrohlik yordami maktabining asoschisi? Vohidov. Eng oxirgisi berilgan Vohidov hisoblanadi. To'g'ri. Yaxshi. Qaysi olim odam va hayvonlarni organizmning yuqori haroratga moslash xususiyatlarini Yunusov ochib bergan? Yaxshi. 19-asr oxirida aholining o'rtacha yoshi 32 yil bo'lgan. To'g'ri. 20-asrga kelib 2 marta ko'paygan bo'ldi. Qaysi olim izotoplardan biologiya va tibbiyotda foydalanish yo'lini ochib berdi? To'raqulov bo'ladi. To'raqulov. Organizmda filtratsiya, sekresiya va so'rilish jarayonlarining hujayraviy mexanizmini kim? Zufarov bo'ladi. Hujayraviy jarayonni Zufarov esga kelsin. Yaxshi.